Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana Surxondaryo viloyati Sarosiya tumanidagi bir to'yxonamiz. Ishlab turgan to'yxonamizni qayta rekonstruksiya qilyapmiz. MDF patologga almashtiryapmiz. O'zi oldingi holati plastik edi. Buni to'liq hamma joyini qayta rekonstruksiya qilib beramiz. O'sha to'mbalari bilan hammasini chiroyli qilib ishlab, sahna taraflari bilan hammasini o'zimiz chiroyli dizayn qilib, polni mahsulotlari bilan olib kelib o'zimiz sifatligini qilib topshirib beramiz. Bunaqa qilib gullarini o'yib o'zimiz hammasini o'zimiz qo'ldan o'tadi. O'zimiz chizamiz, o'zimiz o'yib taxlaymiz. Hammasi sifatli ish bo'ladi, sifatli mahsulot bo'ladi. Mana rekalarimiz ham fabrichniy, hammasi quruq. Toza rekalardan ishlatib chiroyligini qilib taqib beramiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib kanalimizda kuzatib borishda davom etingizlar. Hammasini to'liq bitgandan keyin yana bir qo'yib topshiramiz hammasini.